Amerika hökuməti aldınqı həftə Uyğur məcburi əmgəkinin aldını eliş qanununu rəsmi icra qilishga başlagandan keyin Xitoy bununğa turlik usullarda narazılıq bildirgandan başqa ta'sirga uchirgan şirket korxonalarning qonuniy yordam bilan ta'minlaydiganligini da'vo qildi. Xitoy Xalqaro sodini ilgari surish komitetining bayonotchisi Amerika hukumatining məcburi əmgək haqqidagi ayblashlarni o'ydirib chiqib, Sharq Turkistonning iqtisodiy taraqqiyoti va Xitoy shirkatlariga zarba berganligi, bozor prinsipiga buzg'unchilik qilganligi haqida jar solgan. Mazkur qonunga asosan shirkat korxonalar aniq dalil isbot keltirmagan taqdirda Sharq Turkistondan chiqqan barliq mahsulotlar majburiy emgak mahsuloti deb qaraladi va import qilinishi cheklanadi. Xitoy Ispaniyaning poytaxti Madridda o'tkazilgan boshliqlar yig'inida e'lon qilingan yangi strategik hukm bilan Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining Osiyo Tinch okean rayonidagi ta'sirini oshirishga urinishdan andish qilmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jawlijan muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika Davlat bexatarlik majlisi Janki Sullivanning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining strategik hukmi Xitoydan kelib chiqqan ko'p taraflamalik tahdidni bevosita va ochiq fikr bilan oshkorlaydi degan so'zga baho berdi. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining Osiyo Tinch okean rayoniga qartilgan harakatining kuzatilganligini bayon qilgan Joe, Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti yangi rayon va rayonlarga qarab ilgirlash va qutblar aro tirkishishni maqsad qiladi. Dunyo buningga diqqat qilishi va bu urinishlarni rad qilish kerak dedi. Madriddagi boshliqlar yig'iniga Yaponiya, Koreya, Avstraliya va Yangi Zelandiya rahbarlarining ishtirok qilishimi Xitoyning noroziligini qo'zg'adi. Germaniya ovozining bugungi xabarda bildirishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati navbatda Germaniya siyosatchilari va xalqi diqqat qilayotgan masalalarning biri bo'lib, Survey nomli rayonni tekshirish organi bu haqda maxsus ra'y sinagan. Natijada ko'p qism Germaniyaliklar Xitoyning majburiy emgak mahsulotlariga qarshi maydonini bildirgan. 5000 dan ortiq Germaniyalik qatnashtirilgan mazkur ra'y sinash natijasida ko'rsatilishicha, 71% iste'molchi mahsulotlarning ma'lum ishlab chiqarish jarayoniga majburiy emgak aralashganligi ilgari surilgan taqdirda bu turli mahsulotlarning import qilinishini cheklashga moyil ekanligini bildirgan. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Hong Kongning Angliyadan qaytarib berilganligining 25 yilligi munosabati bilan 5 yil oradan keyin Hong Kongni ziyorat qilganda bir davlat ikki xil tuzum siyosatini qayta ta'kidladi. Faqat mudofaa va tashqi siyosat qatorliq ishlarda Beijingga biqinadigan rayonning boshqarish andisi bir davlat ikki sistema deb ataladi. Mushundaq bo'lishiga qaramay, Beijing hukumatining davlat bexatarlik qonuni qatorliq qonunlarga tuzitish kirgizish orqali rayonning avtonomiyalik qurilmasiga zarba berishi tanqidga uchirmoqda. Amerika prezidenti Joe Biden Ispaniyaning Madridda o'tkazilgan Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti boshliqlar yig'ini oxirlashganda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan F-16 aeroplanining Turkiyaga setildiganligi to'g'risida va'da bermaganligi so'ralganda, Biden F-16 urush aeroplanini Turkiyaga setish kerakligini, buning uchun Amerika parlamentining tasdiqini olaydiganligini aytdi. Qozog'iston Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tinchlik saqlash o'migi doirasida O'rta Afrika Jumhuriyati, Kongo, Mali va Livanga 430 askar evatdi.